Kaplanbaş Linçong zadi qandaq bo'ldi? 98 ishlangan Ko'n Subida nomli asarga qarasak, bu yerda Linçong Liangshan kulidek Gouchun o'ltiramay, ochiq deb, qon qusib, zardi bilan o'lib ketdi. Endi men Yeng Subida nomli televiziya teatri qarasak, bu yerda Linçong Guldar Shayx Lujishin Musun qatorliqlar bilan Liu He ibodatxonasida qolib qoldi. Shuning bilan Sunjang kin o'rniga kelgandan keyin Linçongni o'ldi deb maktubni sundi. Unda olsa bu yerda Linçong zot qandaq o'ldi. Asli asarda bu qandaq yozilgan. Mazmun qiziqadigan do'stlar, meni go'nji qo'lib birdan yaxshi yurak berib, davomli quloq solinglar. Endi bu yerdagi Qoplanbash Linçong Subida nomli asardagi eng qaltis palvonlarning birisi. Alam martijiatda haqiqatan tangdoshsiz. Liangshan ko'ldagi 5 yo'lbos samgunning 2-chi o'rin turdi. 8 lak ordiya savolining mashqavli. 18 xil maratning hammasiga pishiq. Buning nayza shamshar qilish martiga ot tutki martiga tangdoshsiz. Mashang Linçong, Masha Wusong deymiz shunami? Liangshan ko'ldagi 108 palvonning qatoridimi 6-chi o'rinda o'ltirdi. Endi bu yana Liangshan ko'ldagi Yangzhi, Lujishin, hatto Shingong, Xoyanzhou, Guanshan qatorliqlar bilan tutishib baqqan. Buning alam martiga shuning uchun biz qoyilnat omraq. Endi bulutmu 98 ishlangan Ko'n Subida nomli asarda Linçongning obrazini yaxshi yoritilg'ashqa. Onun ustiga biz butunlay Liangshan kul nuqtasi turib ko'gashga Linçongga bak ishimiz og'riydi. Intayin hissashlik qilamiz, shunami? Endi buning xarakterini men Jibojanda ayrim so'zlab beray. Alam marti boshqa, xarakter boshqa. Unda esa bu yerda Linçong zodi qandaq o'lib ketgandi degan vaqtning o'zida, endi biz bu yerda Subida nomli asarni qo'limizga olib, asarning 119-bobini ochib, bunga nazar solsak, bu eser zaten nimli yıl degan vaqtimizda Linçong bu Liangshan kuldikilar fanlar hujum qilgandan keyin bu jangdan keyin yenib baqa vaqtning o'zida Lujishin Liu He ibodatxonasida o'ldi deb qilib qoldi. Shuning bilan Linçong bu vaqtimizda men yorilib qattiq kasal bo'lib ketdim deb mushar qilib qoldi. Wusongni bir bilgidan ayrilgan Wusongni ham sen Linçongga qarg'ayin deb mushar qilib qo'ydi. Asarda Shinayan efendim muşunda kalem devretken. Demek yani bu yerdeki yeni işlengen Subida nomli asar, asli asarga bu yeri sel yıkırak demekçi. Çanalar mı? Hem de konusu da hem de bu yerni başkaca tasavvur kıtırıp Linçongni muşunda öldürgen. Unda olsa Linçongning qaysi o'lgin to'g'ri asli asarda mundaqga. Taklil qilib baqsak qaysi bakkarak to'g'ri deganda menimcha ikkilisi xatoga. Linçong ölmegen. Mayli Liangshan kulda ochiq yutib, mayli fanglar bilan bo'lgan jangdan keyin bu yerga Qoplanbash Linçong o'lib ketmagan. Men nimish bundaq deyman. Bu yerga Qoplanbash Linçong Liu He ibodatxonasiga qilib qilishdan burun salomatligi intayin yaxshi. Olayda cho'ng yaralangan emas. Aksi yaralangan odam kimdi? Wusong bir biligidan ayrildi. Linçong undaq yaralanmadi. O'ylab beqinglar. Yaralanmagan odamga eg'ir yaralangan Wusongni sen mening oldin xabar ol debotdi. Magep sel bu mu qanda? İkinci yolu bu yer Sunjang bularni qilib qo'ygandan keyin orduga berib, endi bularning mingdansin tizimligini sunudu. Shunami? Mancha odam o'ldi, mancha odam qaytib keldi, mancha odam botirlik ko'rsatdi deb mush vaqtning o'zida o'lganlar tizimligidan Linçongning ismini birinchi bo'lib o'tirib qo'ygan. Birinchi bo'lib yozdi. Qoplanbash Linçong fanglar hujum qilganda o'lib ketdi deb. Lekin bu chaqda Linçongning o'lim xabari Liu He ibodatxonasidan Sunjanglarning quliga yetmagan, maktubni chip bulamagan. Kammaslatilla buni o'ldi deb atadi. Sunjang ajba Linçongning o'ldiganligini oldin bilib qolganma, hargiz unda emas. Balki Linçongning yolg'on kasal bo'lganligini, buning o'lmaydiganligini, aksicha o'zini yushirib qolmoqchi bo'lganligini Sunjang bilgan. Linçong bu yerda nima uchun shunday qildi? Asli bunun 59 batı. Nima uchun bunday qildi deganda, o'rnida kim bor? Gouchu bor. O'ylab beqinglar. Bu yerda Linçong o'zining amalini asli keltirish uchun nurg'un badal to'ldi, xotindan voz kechdi, qaraqchi bo'ldi. Bu jarayonda Sunjang tarafdori bo'ldi. Gouchuni yelni o'ltiramadi. Endi berib bularga boshuldig'ini yeni Gouchu mushlarni yeni amalga qo'ydi ekan. Xaqonning qo'llasiga o'tgan bilanmi? Undasi bu yerda Linçong qaysi yuzi bilan bordi? O'ylab beqinglar. Ya Gouchuni o'ltiramiz. Gouchu buni yeni bo'sh qo'yib o'tami bag'andan keyin. Gouchu bilan qarishib yursa, nimada?
öz vaqtida xotini manda qotgan endi qaraqchilikni qilib beqib, uni qilib beqib, yeni kip turmishaga desa. O'ylab bakınlar, Linchong gerçisel kalvara olsun bu nuqtani tunib yetdi. Onun üstüge bu izgil Güldar Şeyh, Lujishin, Wusonlar bilan birga жүргәннән кин bularning kim mijoz xarakterdan aniq yuqumlanda shuni to'xtatdi. Anasiga ba'zan bir cho'ng amalda bo'lishi munatayin. Gaucho degan go'yo men xorlish mumkin. Uningdan men qutulib ketay dedim. Qutulishning chorasi nima? Linchongni oyoq ketdi, miyada qilib qoldi desa, yana buning izdirigini qildi. Mingdan ziba. Eng yaxshi ish o'ldi desa to'liq qutuladi. Linchong jangda o'lmadi. Undasa bunu öldü deb anlatish kerak. Hem de yuqilsi ibodatxonasi Lujishin o'ldi deb turib oldi. Linchongni mu yakib o'ldi desa qamlashmaydi. Shuning uchun to'xta oldi bilan kasal bo'lib yetib baqay. Bir mezgil yetib, oy sud yetib qoldi. Oxirida qutqizish yor bermay, sunniy nafaslantirgan odam yo'q. Anondan o'lib ketdi desak bo'g'dak dedi. Sunjang buni allburun tushunib bo'ldi. Shuning uchun bu Linchongning ko'rsatgan to'kisi uning ustiga o'zi o'z vaqtida Gauchoni o'ltagil qo'ymagan emasmi? Meyada tilsel qisqiti shuning uchun bo'pti Linchong bir yordam qilaylik deb buni o'ldi deb tizimlikdan o'chagizayotdi. Undasi bu yer Sunjang kim Likuyni o'ltirib o'tirgan odam tursa Linchong nima uchun yo'l qo'ydi? Chunki Linchongning mijoz xarakteri Likuy qag'an qarqchilik o'xshamaydi. Shunami? Linchong tigidan bir oq ko'ngillik bor. Bu endi botir bo'lgan bilan bir yerdan yana sal qo'qanchoq bularga o'xshash lüşchaklik qilib cho'mbrishni bundaq askish qilmaydi shaxsan. Sunjang buning mijoz xarakterini 5 qo'ldek tushundi. Endi buning bu qitim qilib qilishi faqat o'zining bo'ldi, tinchroq bir yerda yezig'i berib, bir o'zimning turmushni ko'ray demakchi. Shuning uchun bu yerda Sunjang Linchongning qilishiga yo'l qo'ydi. Tushuninglarmi? Endi bu yuqosi ibodatxonasida bu yerda Lujishin rasmiy roib bo'lib ketdi. Bu askish qilmaydi. Bu'sning gerçi eski olsun bir biligidan ayrıldı. Bu hem derviş olmayan dedi. Linchongning mijoz xarakteri shu. Demak şunun bilan bu yerdagi Sunjang xotirjam bo'ldi. Endi bulardan xotirjam bo'lmay, yo'q zodi andaqimiz mandaqimiz deb qarshi chiqsa, ishsal yo'qlab ketishi, o'zi bilan rasmiy ziddiyatlik qilishi mumkin, shunami? Shuning uchun mening taklilim bu yer Linchong mening uchun o'lib ketdi, balki o'zini o'lib ketdi deb ko'rsatib, ma ishlardan qutulib ketmoqchi. Sizlar qanday o'ylaysizlar? Yani penaltı kaldırıp bakınlar.